turmush qurganda yangi kelin kuyov vaziyatida shunaqangi bir yigitlar borki, hali uni kindigi onasidan uzilmagan yigitlar bor. Kelin bilan kuyov orasidagi hamma munosabatni oqizmasdan, tomizmasdan onasiga etib turadi. Bu albatta to'qnashuvlarni olib keladi. Kelin bilan mana shu kuyovning onasi va kuyovning dadasi o'rtasida. Demak, biz hamma muammolarimizni, ya'ni ikkita yosh o'zaro kelishmovchiliklarimizni chiqib ota-onamizga aytishligimiz bizni oilamizni buzilishiga olib keladi-da. Biz ma'lum bir o'sha qiz xatolarni qilyapti, sizni juft halolingiz xatolarni qilyaptimi? Uni biz yashirishimiz kerak. Qilolmagan narsalari, qilolmagan ishlariga, ahli yetmagan joylariga biz tushuntirishimiz kerak. Chunki begona oila qadriyatiga borgan inson qiynaladi juda. U kimga suyanadi u? Albatta o'sha juft haloliga, xo'jayiniga, eriga suyanadi. O'shanga ishonib o'sha oilaga turmushga chiqyapti-da. U ma'lum bir darajada o'sha kuyovda dadasiga yoki onasiga ishonmayapti birinchi qadamda. Shuni biz o'ylashimiz kerak-da, ma'lum bir darajadagi uylanaman deb yurgan erkaklar. O'shanga ishonib o'sha oilaga turmushga chiqyapti-da.